Assalomu alaykum azizlar. Bugun Dubayda bufelar haqida gaplashamiz. Bufe ya'ni shvetsarskiy stolli restoranlar asosan Ramazon oylarida iftorliklar uchun mashhur bo'ladi va ko'pincha mehmonxonalarning restoranda joylashgan bo'ladi. Bufeda siz muzqaymoqdan tortib o'nlab turdagi taomlarni topishingiz mumkin va bularning hammasi tarifli narxlarda bo'ladi. Tarif narxlari esa restoranlar yulduziga va taomlar turiga qarab har xil bo'lishi mumkin. Biz kelgan restoran esa taxminan 30-35 dollar atrofida odam boshiga va 10 xilgacha ovqat, 5 xil salat, 5 xil shirinlik taklif qiladi. Bundan tashqari siz oshxonani tanlashingiz mumkin. Masalan, biz kelgan restoran Arabic restoran. Ovqatlari juda ham mazali va servis sifati juda ham yaxshi edi. Lekin agar sizga boshqa turdagi oshxona kerak bo'lsa, bu uchun ham juda ham ko'p variantlar bor va narxlar ham oshxonaga qarab o'zgarishi mumkin. Ayniqsa shirinlik sevarlar uchun bu yerda juda ham zo'r variantlar bor ekan. Marshmallow, brownie, shokolad va bundan tashqari har xil kubikli tortlar, arab style marmelad va kunafelar bor ekan. Men sladka yeyishga emasman, o'shaning uchun juda ham ko'p vaqt sarflamadim bu yerda. Keyingisi meni tushunishim bo'yicha o'zbekcha surgurchga o'xshagan narsa. Ko'rib turganinglardek tishlar ancha bo'shab qolgan, chunki men iftorlikdan keyin oldim, ya'ni ovqatlanib bo'lgan edik allaqachon. Oxirgi ko'radigan narsamiz bu kofte va somsalar bo'ladi. Ya'ni shashlik va o'zimizning cheburishkaga o'xshaydigan narsalar, kotletga o'xshaydigan narsalar hammasi shu yerda yig'ilgan. Joylarni oldindan bron qilib qo'yish kerak ekan. Bulat va somsalar, arabcha style hammasi. Ko'proq ichimlik oldik, lekin u pulli ekan. O'tiradigan joylarni oldindan rezervatsiya qilish kerak ekan. Tarif ichida bo'lar ekan. Nima deb o'ylaysizlar? Berilgan tariflar narxiga arziydimi? Va umuman bunaqa obzorlar sizlarga yoqadimi? Izohlarda yozib qoldiringlar. E'tiboringiz uchun rahmat.